zarbasi beryapmiz. Yana bitta o'zgarish bizda. Murodov tushadi. Amirxon Murodov tomonda yonar ekan. Murodovning bo'yiga ahamiyat berdik. Habibullayev 1.75. Ya'ni biz hozir ikkinchi qavat uchun o'zgarish qildik. Murodov omadingni bersin. Murodingga yetib yur. Va barchamizning murodimizga yetishimizga yordam ber. Allah.
Sizlarni Davlat qalaliklarni chempion bilan tabriklaymiz, faxrimiz bilan tabriklaymiz. Tumanimiz nomidan, Paxtachi tumani nomidan tabriklash uchun tumanimiz hokimi so'z navbatini Shuhrat Xayrnorbekovga bersak, kog'oz tabriklab qo'yadilar albatta. Assalomu alaykum hurmatli mahalladoshlar. Ana bugun sizlarni quvonchli baxt qilamiz. Juda xursand bo'ldim. O'zim ham juda xursand bo'ldim. Bu ham bizning Paxtachi tumani katta yutug'i. Mahallani katta yutug'i. Ayniqsa men Amirxonni o'sha Saudiya Arabistoni mezbonlar bilan o'ynagan o'yinni o'zim diqqat bilan kuzatdim. Birinchi guruh bosqichida o'ynagani ham, ayniqsa final bosqichida o'ynaganligi bir taym qariyb jamoa 9 kishi bo'lib o'ynaganligi, ayniqsa himoyachining bu yerdagi qancha o'rni, hammamiz sizlar futbolga qiziqayotganlar hamma juda yaxshi tushunsa kerak. Allohim mana oqsoqollarimiz o'tib tushirdi. Amirxon hozir Osiyo chempioni bo'ldi. Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Amirxonni shu jahon chempioni bo'lishiga ham tilab qolamiz. Rahmat, bilan qo'llab-quvvatlab turaylik. Rahmat. Axting ko'zingda botin, axting ko'zingda ayon. Muborak bo'lsin medal paxtachilik chempion. Yo erimiz, daryomiz bir va bittadir oshiyon. Matonating zo'r qadr paxtachilik chempion. Arablar tuprog'idan olib kelgan yurtga shon, olqishlar olgin eldan paxtachilik chempion. Sharaf topdi ming zahmat, orzularda yo'q poyon. Ota-onangga rahmat paxtachilik chempion. Yursin hamisha omad, yonginangda yonma-yon, bo'lgin doim salomat paxtachilik chempion. Qutlug' bo'lsin g'oliblik, ta'rifing aylay bayon. Ukajonim Amirxon paxtachilik chempion. Endi tabrik uchun so'zni yana ustozlarimiz bor. Hurmat bilan ustozimiz, ajoyib qadrdon ustozimiz Ismat aka Sanayevni eshitsak, chiroyli tabriklar. Mana shu 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Qal'ai Davus deb nomlangan qadimiy yurtda odamlari hamisha muvaffaqiyatlarga erishgan. Shams Nazarovni yaratgan hudud bu. Juda ko'p qahramonlar chiqqan. Mana bugungi mana Amirxonni o'zi nomiga qarang. Amirxon, Amirjon, Amir ham buyuriladi, ham havas qilinadi. Mana Buxoroning mamlakati hukmdorlari ham Amir deb atalgan. Haqiqatdan o'z sohasida amiri. İsmi cismiga monand o'g'lon bo'lib, paxtachi o'zbek nomini sharaflaydi degan niyatdamiz. Chunki shunday baytlar borda, so'ramaslar qancha moling bor, so'raydilar kimning o'g'lisan. Ana shu son sharaflarga erishsin, muvaffaqiyatlar doim yo'ldosh bo'lsin. Hali biz hamma kutadi. Bu yosh yigit hali o'sadi, bundan ham baquvvat bo'ladi. Paxtachi nomini sharaflaydi. Chunki yurti ana shunday talab qiladigan yagona 4000 yillik tarixga ega joy bu joy. Qadimiy. Muborak bo'lsin. Hammamizning g'alabamiz bu. Kuzatib turdi. 150 ming odamning yuragida hayajon bilan kuzatdi va ishonchimizni oqlab o'sha tarkibda Amirxonni borligi ham bizning faxrimiz edi. Muzaffar bu nima deysiz? Keling, sizdan bir ikki og'iz tabriklab qo'ying. 50 prizm olmuş ming odamni butun O'zbekiston Respublikasi, butun O'zbekiston xalqidagi 37 million odam shu quvonch bilan, niyat bilan kutib o'tirganda, Xudo inshaalloh bilan mana bizlarga ana shunday samarqandlik paxtachilik yigitni nasib qilgan ekan. Men o'ylaymanki, bu paxtachining Ronaldosi, bu paxtachining Pelesi, bu kerak bo'lsa paxtachining Amirxoni. Ota-onasiga rahmat. Butun mana shu domlalarga, ustozlarga ming marta ta'zim qilamiz. O'ylaymanki, mana shu bolachalarimiz yuribdi. Bulardan ham katta futbolchilar, jahon chempionlari chiqadi deb umid qilamiz. Endi albatta
Amirxonga futbolda birinchi sirlarini o'rgatgan ustozi bor, birinchi bo'lib tushirgan ustozi bor. Shohruh aka Bobosherov bor ekan davramizda. Keling, tabriklasin albatta ustoz Amirxon Bozjon. Shohruh, молодец! Eng katta mehnat bizniki. Bugun musobaqada yaxshi qatnashib, O'zbekistonimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarib, dunyoga tanitdi. Bundan keyingi natijalariga ham omad tilab qolamiz. Jahon chempionatida xudo xohlasa Qatarda bo'lib o'tadigan unda ham muvaffaqiyat tilab qolamiz. Omad! 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 Ozgina sozgina chiroyli tilak bo'ldi. Rahmat sizga, rahmat. Mana shunday shogirdlar tarbiyalagan uchun, bizni tumanimizga bir faxr iftixor yetkazib berganingiz uchun. Marhamat. Shuhrat aka otalari ham qatnashyapti. Bir ikki oz nima o'tdi? Ayasidan, yuragidan nima o'tdi? Ustoz keling qani bizni hamkasbimiz mana Hilolaxon. Nima o'tdi onaning yuragidan o'sha ko'rib turgan paytingiz? Keling gapirgan yurangani. Salom bor hammaga. Hammalaringizga katta rahmat, xush kelibsizlar. Shu o'g'limizni ozgina yutug'idan quvonib, bizni qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun, duoda bo'lganlaringiz uchun hammalaringizni mana shu butun O'zbekistonni mana shu g'alaba bilan tabriklayman. Bu nafaqat Paxtash tumanini, balki butun yurtimizni muvaffaqiyati. Bu uchun eng avvalo yurtboshimizga, barcha mutasaddilarga, tumanimiz hokimi Qaymushbaqovga, barchalaringizga katta rahmat aytamiz. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketaman, omad tilash bilan birga mana shu o'g'limiz Amirxonni mana shu darajaga yetishida, tarbiyasida, o'sha shu darajaga yetib kelishida mamasi, onasi, ayamda, qaynonamda o'rni juda ham beqiyos. Dunyo turguncha tursin, Allohim Rahmat. rohatlarini Xudo xohlasa boshini yursin. So'z navbatini shayimga bersak. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar, aziz tumandoshlar. Ozgina mehnatimni, bolajonimning eng suyukli nevaramning ozgina mehnatini hurmatlab sherga jam bo'lgan ekansizlar. Bizning xursandchiligimizga xursandchilik qo'shish uchun kelgan ekansizlar. Hammangizga Allohning rahmatlari yog'ilsin. Alloh hammalaringizga omad bersin. Inshaalloh. Rizq bersin, baraka bersin topganlaringizga. Men mana shu Amirxon bilan Asilxon nevaramni o'z bag'rimda katta qilganman. Buni xat bilan shunday yuragimda meni dunyoda saqlab qolgan shu ikkala nevara bo'ladi. Bittasi Milliy gvardiyada o'qiyapti. Hozir shuni ko'rib kechga qoldim. O'zim sizlar Muborak bo'lsin, ya. Kutib qoldim sizlarni. Amirxonimda ozgina mehnatini kichkinagina bolachamda, men uchun kichkinada bo'ladi. Shunday ulug'larga ko'targan prezidentimizga, u kishining yordamchilari hokim buvaga, domkon buvalarga, elimizning fuqarolariga, mana shu yerda yig'ilgan barchaga, mana shu mehnatni hisobga olib mashinalar berganiga, kelajak bunyodkor medalni berganlariga ming marta rahmat. Buyursin, dadasiga sovg'a qildilar. Buyursin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun nevaramizni oltin medalni qarang. Hamma o'ziga o'yiga yarashib nasib bo'lsa mana shu hokim buvamiz yaxshi gaplarni gapirdi. Nasib bo'lsa mana shu chempionlik muorabasini nevaramiz. Sodiq kelajak parlaq bo'lsin. Patarchiliklarga Samarqand viloyati aholisiga hammasiga muborak bo'lsin, nasib bo'lsa. Yani hokim aytganday Qatarda bo'ladigan musobaqalarga omon mana shu to'g'ri bo'lsin. Inshaalloh. G'ayrimiz tumanimiz aholisiga yana bir marta muborak bo'lsin. Chempionimizni o'ziga bitta eshitaylik, o'zidan qani nimalar bo'ldi kecha? Qani. Assalomu alaykum hamma mahalladoshlar, yurtdoshlar, do'stlar, aka-ukalar. Hammalaringizga rahmat. Shu yerga kichkinagina yutuqimizni nishonlash uchun birga kelganlaringizga.
hozir to'g'risini aytsam juda ham katta hayajondaman o'zim. Xudoga shukr, Alloh xohlagan ekan Saudiyada finalda 9 kishi bo'lsak ham 11 kishiga qarshi g'alaba qozonib chempionlikni qo'lga kiritdik. Maşalloh. Hammalaringizga rahmat. Hozir alohida rahmat aytadigan odamlarim bor. Birinchi navbatda ota-onamsiz bu darajaga erishishim albatta imkonsiz. Birinchi trenerim Bobosher Shohruxga katta rahmat aytaman. Birinchi to'p tepish o'rgatishgan. Hammalaringizga rahmat katta. Hokim bo'lgan alohida rahmat ko'pchilikka qaramay. Rahmat aziz kelganiga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Azizim, onajonimiz, ustozimiz O'tayeva domlamizni tabriklaymiz avvalambor. Biz 75-yilda tug'ilgan o'quvchilari 4-sinfdan to 11-sinfgacha sinf rahbarimiz bo'lgan, 92-yil tugatganmiz. Ustoz, tabriklayman. Mana shu yutuqlar bardavom bo'lsin. Barcha bizni yaxshi, yomon kunlarda birgalikda bizga bosh-qosh bo'lib, bizni onamizdek o'zingizni yaxshi pand nasihatlaringiz bilan to'g'ri yo'lga boshlagan, bizni muvaffaqiyatlarimizdan quvongan, mana shunday chiroyli muvaffaqiyatlarda yoningizda bo'lishni istadik. Doim umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda doimo mana shu Amirxon bundan ham katta yutuqlarni qo'lga kiritganda birgalikda nishonlab yurish nasib etsin. Qadri bilinadi endi menga goh olis maktabimning o'sha behasham. Navoiyki bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday ulug' zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. Boringizga shukr, sog' bo'ling ustoz. Mana bugun jiyanimiz Amirxonni yutug'i bilan tabriklayman. Ustozim uchun ozginadir, lekin biz mahalladoshlar, biz yurtdoshlar uchun cheksiz g'alabadir bu. Nasib bo'lsa omadini bersin. Rahmat domla, sizga ham. Omadini bersin. Quvonaylik, sizga ham rahmat. Qimor markaziy futbol stadionini ta'mirlashni boshladik. Keyingi bosqichlarini ham hozir proyektlarini qilyapmiz. Mana shu yerda Amirxon boshchilik juda ko'p shu yurtdan futbolistlar yetishib chiqib, nasib bo'lsa 8-may kuni o'sha yerda xotira bayrami oldidan turni tashkil qilamiz. Amirxon hamma shogirdlar, mana ustozlari bilan birga shu Davosiya qal'asi hozir bu yerda mahallalar o'rtasida davlat xavfsizlik xizmati raisining ko'rg'ili futbol musobaqasi bo'lib o'tyapti. Shuningdek ichki ishlar vazirining ko'rg'ili prokuror bosh bo'lmaydi. Davrani kengroq olsa-da mahallada bo'lsanglar, mana qo'shiqlar bor, bir chiroyli o'yinga chiqsa Amirxon bilan birga. Böyle geçmeye gidelim de.